Assalomu alaykum hurmatli Ekarso obunachilari. Bugun e'tibor markazimizda BAV M7 mashinamiz. Bu mashinamiz hozirgi kunda katta skidkada turibdi. BAV avtomati 26,5 ming, BAV mexaniki 23,5 ming narxda sotilmoqda. Nalichida tayyor. Bir kunda nomingizga rasmiylashtirib chiqarib beramiz. Naqd avtokredit leasing. Boshlang'ich 30% bilan 3 yildan 5 yilgacha avtokredit qilib nomingizga rasmiylashtirib beramiz. BAV avtomatimiz shunaqa chiroyli dizaynda ishlab chiqarilgan. Oldi ko'rinishi 17 diskali yumshoq balonlar bilan jihozlangan. Beskruchli dostуп, eshiklarida ichki saloni кожаные сиденья, multifunksionalniy rul, robot korobka, start stop, kattakon monitor. Orqalarimiz kapitanskiy sideniya, 9 ta odamli mo'ljallangan. Bir kategoriyada bemalol hayda olasiz. Mashinamiz 2 litrli atmosferniy motor bilan jihozlangan. Bunga metan, propan bemalol uстановка qilsangiz bo'ladi. Orqa ko'rinishi ham shunaqa chiroyli qilib ishlangan. Buni ko'pchilik liniya, xususiy maktab, xususiy bog'chalarga hozirgi kunda talab kuchli bo'lyapti. Mashinamizda konditsioner, pechka hammasi bor. Tepasida konditsioner shaxtalari bilan jihozlangan. Sideniyalarimiz yumshoq, kapitanskiy, juda qulay qilib ishlangan. Oldi orqa regulovka qilinadi sideniyalar. Bu yoqda xuddi shuni oq turibdi. Avtomat bu ham. Rakoylari qiziydi. Spirallari bor. Kurgovoy tonirovka qilib qo'yganmiz. Terskiy turibdi mana. Ichki ko'rinish. Bir xil qora bilan. Orqa tomonlari zadniy kameralari, parktroniklar bor hammasi. Hammalarni avtosalonimizda kutib qolamiz. Toshkent Motors avtosalonida. Xudo xolasa bir kunda nomingizga rasmiylashtirib beramiz. Pastdagi nomerlarga bog'lanib, mashina haqida to'liq ma'lumotni olishingiz mumkin. Toshkent Motors sifat qiymatdan ustun. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.